iPhone ham zaryad olar ekan. Stack Esport kontrolleri barcha texnik qurilmalarga zaryad bera oladi desak ishonasizmi? Hozir buni sizlarga isbotlab beraman. Hozir buni sizlar bilan test qilish uchun stol ustiga turli xil qurilmalarimizni yig'ib qo'yganmiz. Hop, birinchisi Stack Genesis priyomnikimiz SDI, hop, ikkinchisi Esport kontrollerimiz, uchinchisi Samsung Android telefonimiz va iPhone telefonimiz. Hozir bularning barchasiga birma-bir Esport kontrollerimizni zaryadga qo'yib tekshirib ko'ramiz. Hop, birinchi bo'lib Genesis priyomnikimizni zaryadga qo'yib ko'ramiz. Esport kontrollerga buni yoqamiz va zaryadga qo'yamiz. Ozroq tutamiz. Mana ko'rib turganingizdek, Genesis priyomnikimizni zaryad oluvchi indikatorlari yondi. Demak, bu degani zaryad olishni boshladi degani. Xo'p, keyingisi Esport kontrollerimizni zaryadga qo'yamiz. Buni ochib ko'ramiz va zaryadga qo'yamiz. Mana zaryad oldi. Esport kontrollerdan zaryad olishni boshladi. Xo'p, endi buni sug'uramiz va Samsung Android telefonimizga zaryadga qo'yamiz. Buni yoqib turamiz va zaryadga qo'yamiz. Hozir mana kontrollerimiz bundan zaryad oldi. Endi buni nastroykasidan to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Bu yerda yuzli qurilmalarga kirib, entagidagi funksiyasini o'chirib qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek, endi Samsung telefonimiz ham zaryad olishni boshladi. Va endi oxirgisi iPhone telefonimizga qo'yamiz. Hop, buni yoqib turamiz va zaryadga qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek, iPhone telefoni ham Esport kontrollerdan zaryad olishni boshladi. Kontrollerni powerbank qilib faqat zarurat tug'ilgandagina ishlatishni tavsiya qilamiz. Yanada qiziqroq ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz bizni kuzatishda davom eting.